Shu joyda ko'rib turgan plitalarning do'stlar 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi. Bu degani do'stlar ustanovka, dastavka tekin ustanovkasi 9-etajgacha bo'lgan joyga kran xizmati olib qo'ydirib berishgacha bepul qilib yuborishdi do'stlar. Eng kichkinasi do'stlar 2 metrdan boshlanib, eng kattasi 710 gacha bo'lar ekan do'stlar. 1 metrligi 120 ligi bo'lar ekan do'stlar. Eniga uzunligi 710 gacha bo'ladi. Do'stlar 200 ming so'mdan dastavka ustanovka tekin. Ya'ni do'stlar 1 kvadrati bo'ladi. 1 kvadrati 200 ming so'm bo'ladi. Betonlar original beton bo'ladi do'stlar. Nimaga arzon desalaring do'stlar? Mana ko'rib turgan piso ishlab chiqaradigan zavod ham o'zlariniki bo'lar ekan. Hamma narsa o'zlarida ishlab chiqarilgan, o'shuning uchun juda arzon bo'ladi. Pastda nomer va aloqaga chiqadigan bo'lsalaring do'stlar, bemalol arzon narxda plita xarid qilsalaring bo'ladi. Bu aksiyamiz do'stlar 1 dona plitaga ham 1000 dona plitaga ham amal qiladi. Xohlagancha zakaz qilaverasiz. To'g'risi bu narsani tevaga chiqib aytmasam do'stlar, pastiga havo yetmadi. Tevada havo bor. Chunki bu juda katta yangilik bo'ldi. Men sizlarga ilindim do'stlar. Plita oqtarib yurganlarga, katta qurilish qilayotganlarga jo'natinglar do'stlar. Eng arzon narxda dastavka ustanovkasini tekinga qildirib olasizlar, sog' bo'linglar.